Ha? Avg'ustin geçsin bir yo'talib kelsan bo'lmaydimi? Sen nima qo'rqitasan? Tinchlik bo'l, men nasringdan yo'q. Voyga yana xulba jonga ham tegdi ichiga. Yes, sen öyle isqirtsan boshladi bu o'zini olishni. Nimaga? Kirasan, ichiga dona kirlar chala yuvilgan, pasudalar chala yuvilgan, vanna kirib o'lyapti, unitas kirib o'lyapti. Nimaga ketmay desam, bo'lmayapti deydi ichiga dona. Kecha cho'mirib o'tirsam suv ketmayapti. O buni nima qiling desam, suvni ketkizing deyman. Uni barmoq tiqibman, uni tozalamayman. Buni nima qilish kerak bo'ladi? Ana shira keldi uje. Menga qara, palakat, iflos, isqirt. So'ksan borka xafa bo'lasan. Hamma ayb seni o'zingda. Senga o'xshagan xotindan noliydigan erkaklar ham bor-ku, ja o'zi ko'payib ketdi. Sen ayb kelinda emas, ayb seni o'zingda. Mana sifatsiz mahsulotlarni uyingga yetkazganingdan keyin mana shunaqa muammolar kelib chiqadi. Mana u erkakka qara, har doim ayollarning ko'ngliga yo'l topadi. Ukam tushuntiring. Assalomu alaykum. Avvalambor ayolning ko'nglini topish uchun sifatli mahsulotlarni tanlash kerak. Bular esa agar Neolux'dandir. Kiyimlarni dog'ini ketkazish uchun ajoyib mahsulot. Kiyimni tozalash va posudalarni tozalash uchun ajoyib mahsulot. Idish-tovoqlar uchun ajoyib mahsulot. Qo'rlar bitgan bo'lsa agar mana sizga ajoyib yechim. Bizni barcha mahsulotlarimiz o'zingiz uchun va uyingizni tozaligi uchun. Aman zo'rku, men bu qo'rdan bo'lsam topsa bo'ladimi bu qo'rdan? Albatta, bizning mahsulotlarimizni barcha viloyatlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Hamkorlik uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsa bo'ladi. Ko'rdingmi? Ha, o'sha uchun aka, bularni hammasini korobkaga solingda, sen ham silsading korobkaga joylab ketardim. Buni kissamga olaman, davay. Ketdik ham, buni Tur. korobkaga solib bering. Böyle yap, oturingdan olib qo'y.